Jahon chempioni. Tabriklaymiz. Ispaniya futboli muxlislarini 100% munosib jamoa. Birorta uchrashuvda shubha qoldirmadi. Faqatgina birinchi turda Cabo Verde. U yerda ham kartina taxminan shunday edi. Agar Vazinyaning seyvlari bo'lmaganda, o'yinda ham boshqacha bo'lishi mumkin edi. Yurtimizda Ispaniya terma jamoasining ko'plab muxlislari bor. Chunki o'sha endi mana shu kadr endi shu xarakter bo'lmaganda, yutqazishni yomon ko'rmaganda, og'ir qabul qilmaganda bular cho'qqini zabt etishmasdi. Xullas, ko'plab avlod vakillarini Ispaniya futbolini majbur etgan.